Diqqat, piyoda maxsus profilaktik tadbiri davom etadi. Termiz shahrida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan avtomobil yo'llarida velosipedda va piyoda harakatlanayotgan fuqarolar bilan profilaktik tadbir tashkil etildi. Bunda yo'llarning qatnov qismini qoidalarga amal qilmay kesib o'tganlarni aniqlash hamda targ'ibot tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida biz ham sizga targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib, yo'lni belgilangan qatnov qismini kesib o'tmasligingizni tushuntirib o'tyapmiz, hurmatli fuqarolar. Sizni bir safar ogohlantiramiz, boshqa bunday yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik holatlari, qo'pol tarzda yo'lni belgilangan joylarni kesib o'tgan holatlari bo'lmadi, kuzatilmas. Ma'lumot xizmatlar. Yo'lda belgilangan joydan kesib o'ting. 516 2 yo'l belgisi bor. Piyodalar o'tish joyi. O'qib, insoniy gap sifatida bir marta ogohlantirib qo'ydim. Sog' bo'ling. O'zi va o'zgalarning hayotiga, sog'ligiga xavf solish, boshqa harakat ishtirokchilariga xalal berish orqali qoidalarni chetlab o'tmoqchi bo'lgan piyodalar haqida haydovchilarning fikri bilan qiziqdik. Yo'llarda belgilangan tartiblarga amal qiling. Qoidalar sizning xavfsizligingiz uchun xizmat qiladi.